Hürmetli vatandaşlar, leksimizi devamlaştırımız. Leksimizin devamı mavzumundak. Rusya matbuatları. Wang Qishan'ın qayta vazifəyə qoyuluşunu sel çağladı. Xi Jinping'in arzuları quruq qalıdı, quruq betisi quruq arzu bolup qalıdı dedi mavzulu xabar. 2 ayının 2 günü Dovitor beti elan qılınğan idi. Bugün bu xabarni sizlarga tanıştırımız vatandaşlarım. Xabar mındaq başlanğan. Reis Xi Jinping'e yakın turadigan xabardor kishilarning oshkorlashicha Reis Xi Jinping 1 ayının 29 kuni mamlakatlik xalq vakillar qurultayga vakil bo'lib saylangan Wang Qishanni xalqlik balki kishilarni andishiga selayotgan Amerika Jungo munosabatini bartaraf qilishga tayinlamoqchi. Lekin mutaxassislar mundaq hisobladi. Wang Qishan Amerika Jungo munosabatini yaxshilay olmaydi. Wall ko'chisi gazeti 1 ayning 30 kuni xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Xabardor kishilarning ko'rishicha, Xi Jinping Wang Qishanni ranglashtirib, jumladan davlatning ma'mur raisligini o'z ichiga olgan holda bir qancha amal berdi ekan. Mayli davlatning ma'mur raisligi bo'lsin, yoki rais Xi Jinpingga maslahatchi bo'lsin, uning bir qism amallarda Amerika Jungo munosabatini bartaraf qilishga mas'ul bo'ladi ekan Wang Qishan. Wang Qishan uzun yillik amaldorlik hayotida jiddiy ishlarni bartaraf qilib kelgan. Shunga bozorni atarat boshlig'i ba'zi kechiralar bozorni emas. Shunga ba'zi Wang Qishanni pazarni atarat boshlig'i deb ataydi ekan. Xabardor kishilar munda ko'rsatdi. Beijing Wang Qishanni Amerika Jungo munosabatini bartaraf qilish qo'yilgan bo'lsa, Beijingning prezident Trump davrida Amerika Jungo munosabati muqim bo'lmaydi deb qarag'anligini oshkorlab berdi. Xabarda Jungo mutaxassislarining so'zlaridan naql keltirilib mundaq ko'rsatildi. Muavin rais amaliyotda bir faxriy o'rin. Bu o'rin Wang Qishanga berildigan bo'lsa, amaliy o'rni bilan to'g'ri bir sabab chet el arboblari bilan aloqa munosabatda bo'lishidan iboratdir. Xabarda mundaq ko'rsatildi. O'tgan asrning 90-yillaridan beri Wang Qishan ko'p degan ta'sir kuchi bor amerikaliklar bilan uchrashdi va munosabat bog'ladi. Lekin yaqinqi bir necha oy ichida Wang Qishan Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq moliya ministri Henry Paulson bilan ko'rishgan. Rossiya sun'iy hamroh to'rining xabariga asoslanganda bir jumlaga diqqat qiling, hurmatli vatandoshlar. Siyosiy analizchilarning ko'rishicha, Wang Qishan Amerika Jungo munosabatini bartaraf qilishga yuzlanganda faqat savdo tijorat jihatida cheklanadi. Lekin Amerika Jungo ikki chong davlatning qo'sh taraflik munosabatida eng zo'r masala savdo tijorat masalasi emas. Mush abzasini yana bir qatim o'qib vatandoshlarning esida bo'lishi kerak. Men o'tgan leksiyamda shunday dedim. Aslida savdo urushi qilmasligi kerak edi. Lekin savdo urushi qilishga to'g'ri kelganda bu urushni qilish kerak dedim. Shundaqli 2 ayning 1 kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat shtakkati raisligisin Amerika qit'asiga yoki Latin Amerikasiga jangir davlat kerak emas, mustamlikchi davlat kerak emas dedi. Buni esingizda saqlang degan edim, hurmatli vatandoshlar. Endi 3-chi bo'lib esingizda saqlaydigan so'z mana bu so'z bo'lsin, esingizda saqlang. Men buni yana bir qatam o'qib qo'yaman. Rossiya sun'iy hamroh to'rining xabariga asoslanganda siyosiy analizchilarning ko'rishicha, Wang Qishan Amerika Jungo munosabatini bartaraf qilishga yuzlanganda faqat savdo tijorat jihatida cheklanadi. Lekin Amerika Jungo ikki chong davlatning qo'sh taraflik munosabatida
en zor mesele sodi ticaret meselesi emasdir. Shangang Pen Texnik Üniversiteti'nin profesörü Deng Shuliang mundaq ko'rsatdi, kechiringlar. Wang Qishan Markaziy intizom tekshirish komiteti sekretari bo'lishdan ilgari Jungoga vakil bo'lib, bir qancha yil Amerika bilan aloqa bog'liq, lekin u qatnashgan Amerika taraf bilan o'tkazilgan suhbatlarda asosan iqtisod, savdoga bog'liq masalalarga markazlashgan. Lekin Amerika Jungo munosabatining yana nurg'un taraflari bor. Mening qarashimcha savdo tijorat masalasi Amerika Jungo o'rtasida borgan sira muhim masala bo'lmay qoldi. Shundaqmi? Shundaq his qildingizmi, ya hurmatli vatandoshim? Amerika, ya mundaq deydiki, Jungo o'rtasida borgan sira muhim masala bo'lmay qoldi. Ko'rdingizmi? Amerika Jungo ikki davlat o'rtasida savdo tijorat masalasi borgan sira muhim masala bo'lmay qoldi. Amerika Jungo o'rtasidagi eng muhim masala harbiy ishlar va bexatarlik masalasidir. Buning ichida harbiy ishlar sizga ayon, bexatarlik masalasi bu nurg'un taraflarni o'z ichiga oladi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat bexatarligi siyosatida iqtisod masalasi bu davlat bexatarligiga yetadigan masaladir deb ko'rsatildi. Wang Qishan bu masalalarga azaldan yaqin yo'lab boqqan emas. Ya'ni Wang Qishan bu saholarni bilmaydi. Shunga nait aniqki, Reis Xi Jinping bu masalalar bo'yicha Wang Qishanning kuchli yordam berishiga erisholmaydi. Bu shanganliq bir odamning degani ekan. Endi hozirmada sizlar diqqat qilinglar, yarishlar davrigidek bir xabar qisqagina. Buni kelar qatim sizlarga tayyorlayman, lekin hozir sizlarga uchur tariqasida yetkazim. Amerika Tayvanning mustaqil davlatligini e'tirof qilmaydi. Junxuamingo davlatini e'tirof qilmaydi. Mavzuli xabar 2-ayning 15-kuni Vanvi Tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Osiyo Tinch okean ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibligiga yangidan tayinlangan So'zin Toronton xonim 2-ayning 15-kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika Tayvanning mustaqil davlat ekanligini e'tirof qilmaydi. Junxuamingo davlatini e'tirof qilmaydi. Junxuamingo davlatining bayrog'ini Amerikada aloqador taraflarning tor betiga chaplamaydi. Bu Amerikaning davlat siyosatidir. 2-ayning 15-kuni So'zin Toronton xonim Amerika Davlat Majlisida guvohlikdan o'tdi. Ya'ni burun yordamchi edi. Hozir nima? Burun vaqtlik yordamchi edi. Hozir hamda yordamchi davlat ishlar kotibligiga tayinlandi bo'lib, Osiyo Tinch okean siyosati bo'yicha. Bu mavzuda biz Alloh xolisa yana bir qatorliq leksiyamizda so'zlaymiz, hurmatli vatandoshlar.